Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum. Emas, Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Musulmon erkak kishi qiyomat kunida o'zini qilgan amallari uchun javobgar bo'ladi, farzandlarini qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar degan. Kishi o'zini do'zaxdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kishi qachon o'zini oilasini isloh qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar eri xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaydi. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoatida, erini shokalasida, namozxon, ro'zador, Robbisini yaxshi ko'radi, Allohning hukmida qoyim, uy ishlarini rioya qiladi, farzandlarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayol. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu eri fikri hayoli bir vodiyda, xotininiki boshqa bir vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonda qanaqa turmush bo'lishigini bir tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi. Ko'chada yurib, o'zini o'tdan cho'q qo'rib, tof kelgan narsasini bir kunda shunday sarflab qo'yib, nima qilay endi? Qilish kerak ekanda. Hamma qilyapti. Nima boshqalardan qolamizmi deydigan xotin emas. Erini holiga yetadigan ayol. Agar ayol kishi birodarlar yuksalsa iymonida, eri bilan dunyo qarashi, iymoni, fikri, idroki tenglashadigan bo'lsa, maqsadi bir bo'ladigan bo'lsa, bu oila albatta saodatli oila bo'ladi. Hozirgi kunda birodarlar, hozirgi dunyoda til bilan aytganda, xotin faqat uydagi xizmatkor emas. Haqiqiy erini hayotdagi sherigi bo'lishligi kerak. Ush bir ovqat qil, eshik tozala, iymondan bexabar, dindan bexabar, o'y fikri dunyo, bunaqa ayoldan er zerikadi. Bunaqa ayoldan er zerikadi. Er ham, ayol ham bir-biridan zerikadi. Bunaqa xonadon hech qachon saodatli bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, farzandlarning tarbiyasidan avval ayollarning tarbiyasiga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Er xotinni o'rtasi qachon isloh bo'ladi? Qachon ular o'rtasida intifoqchilik, bir-birini tushunishlik bo'ladi? Qachon? Shu 4 tomoni tekis, mikrovalnovkasi bo'lsa, hammom alohida bo'lsa, darvozaxonasi kafil bo'lsa, yana qanaqa? Shumi? Er xotinning o'rtasida qachon ulfatlik paydo bo'ladi? Qachon ular o'rtasida bir unus paydo bo'ladi? Allohni tanisa. Ishonavering, agar er xotin Allohni bir xil taniydigan bo'lsa, bu xonadonda albatta saodat bo'ladi. Endi dunyoviy farovonlik bo'lgan uyda saodat bo'ladi. Hamma yo'g'i tekis bo'lgan oilani, bolalarini tarbiyasi yaxshi bo'ladi deyilsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Chunki dunyo matohi birodarlar. Senga doim xursandchilik berib turadigan narsa emas. Boshqacha qilib aytamiz, senga doim xursandchilikni berib turadigan moddiy narsani o'zi yo'q. Masalan, mikrovalnovka berasiz, xursand bo'ladi, 5 kundan keyin oddiy holat. Kirib yuvadigan mashina olib berasan qimmatroqdan, xursand bo'ladi, bir hafta, keyin unga ham ko'nikib qoladi. Ha, uy olib berasan.
Uy olib berasan varanglagan. Teringga sig'maysan, ayoling ham xursand. 1 yildan keyin nima bo'ladi? Boboyida yo'q qoladi. Mashina sotib olasan, bir hafta uxlamaysan, quvonching cheki yo'q. Bir haftadan keyin nima bo'ladi? Nima demoqchimiz? Sizga doim xursandchilik berib turadigan dunyo matosi yo'q. Hamma narsadan odam zerikadi. Demak, dunyo matohi bilan xursand bo'lishlik bu vaqtincha narsa. Ammo oiladagi saodatni davomiy qiladigan narsa Allohni tanish, Allohdan qo'rqish. Ayolingizga qarab qachon quvonasiz? Robbingiz hukmida qoyima ekanligini ko'rganda quvonasiz. Avratlarni yopib yurganda uni ko'rib quvonasiz. Qizlaringiz onasini ko'rib, mana shunday bir mo'mina bo'lib katta bo'lishligi kerak ekan degan tushunchada qizlaringiz katta bo'layotganini ko'rganingizda quvonasiz. Allohdan qo'rqayotganligini ko'rib doim quvonasiz. Yoshligida ham, qariganida ham. Ammo agar kelinni faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola. Yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab turib, tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demak, birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Allohni tanisa. Moddiy jamlanish yoki foyda uchun jamlanish. Birov-birovga uylanadi, birov-birovga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib, dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tutishini qarab turib, qizini beradi yoki falonchini qiziga uylanadi. Agar bunaqa maqsadda oila qurilgan bo'lsa, ishonavering, bu oilada saodat bo'lmaydi. Chunki mana shu moddiy bir-biriga ko'rsatayotgan foydasi uzilib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi boyaga ularni bog'layotgan narsa ham uzilib qoladi. Ammo Alloh uchun qurilgan oila bo'lsa, dini uchun uylangan bo'lsangiz bir ayolga, bu din birodarlar qiyomat go'rga kirguvchi o'zi bilan birga bo'ladi. Uylanayotgan bola kelinni hayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqargan kuyov bolani o'zini hayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyskiy bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi, doim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas boshida ko'tarib yuradi deydi. Hayolida. Faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. U ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi xayol keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi deyapti. Ine qarabsizki, 1 yil yarim yil o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ine kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar, qaranglarda hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi bo'lsin birinchi sizga. Erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimni xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimni rozi qilsam, Allohning roziligiga yaqinlashaman ekan deydi, shunda erini xizmatida qoyim bo'ladi. Erkak kishi ham ayolini Allohni taniganidan keyin yelkasidagi omonat ekanligini tushunsa, unga qilgan muomalasiga qiyomatda javob berishini o'ylasa, ayolini xizmatida bo'ladi. Er Allohdan qo'rqib ayolning xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erning xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Nima demadinglar? Islomiy jamiyatda birodarlar, odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyoparast odamlarda
moddani ustiga quriladi. Masalan, brashni kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'arbda eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mabodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arbli ayollar, qari bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, 1 yil, 2 yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi bulardan? Maqsad undan yulib olishligida. Ammo musulmon ayol musulmon erkakka tegar ekan, musulmon erkak musulmon ayolga uylanar ekan, Allohning roziligini o'ylab turib turmush quradi. O'shuning uchun ukalar, ajrashlik nihoyatda ko'p. Ajratib olishlik ham nihoyatda ko'p. Arzimagan sabab bilan onalar arzimagan dunyoda latta-luttasini-da bir ikki og'iz sassiq gap uchun oilani shart buzib tashlayapti. Mana kecha bittasi shikoyat qilib keldi. Kelinim yashayman deyapti. Kuyoyam yashayman deyapti. Ikki tomondagi xotin unamayapti. Endi bu xotinlarni erlari tarbiyalaganida o'tirmadi. Qizing yashayman deyapti. Qizi ketaman desa ushlab turishib kelmadi, majbur. Yalanib kelishsin deyapti ekan. Bu nima? Qanaqa tushuncha? Qani kafillik ikkinchi turmushi bilan baxtli bo'lib ketishiga bu bolani? Bu turmushga chiqib ko'rgan juvonda bir olishligiga qani kafillik? O'shuning uchun birodarlar, farzand tarbiyasidagi birinchi qiladigan ishimiz ayollarda tarbiyasi. Ayollarda tarbiyasi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizlarmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illariga imorat solib, uylab joylab, to'ryog'ini taqilib ketishi. Bu bizning tushuncha shunaqa. Va mana shu narsani yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti. Ikkita o'g'li bordi, uylab bittasini yashirib chiqardi. Bo'ldi, endi bemalol ibodat yo'q. Yana pul topish kerak. Cheklar nima bo'lib ketyapti? O'g'lim ikkita o'g'li bor. Kichigida 3 ta bor. Birodarlar, musulmon odam rizq Allohdan deb iymon keltirgan bo'ladi. Siz o'lib ketsangiz hamchi, bolangiz o'sha rizqini, chekini topib tirishlikni qilib ketaveradi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bu farzandlariga odob berishi. Agar islom bilan tarbiya qilingan yigit, islom bilan tarbiya qilingan ayol bo'lsa, otasi ta'lim bergan bo'lsa, ayoli kasal bo'lib qolsa, bunaqa tarbiya ko'rgan yigit ayolini tashlab boshqa ayolga uylanmaydi. 10 yil, 20 yil xizmatingizni qildi, bir kasal bo'lib qoldi, xizmatingiz yaramay qoldi. Ablah bo'lish kerak. Shat uni qo'yib yorib turib boshqasini olib ketishlikka. Nima demadinglar? Yoki ayol 20 yil, 30 yil eri bilan yashadi, eri bemor bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi yoki pul topishga yaramay qoldi, kambag'al bo'lib qoldi. Tasavvur qila olasizlarmi? Shat erini tashlab ketib qolishligini. Musulmonlarda tushunchasida bu narsa umuman aqlga sig'maydi. Chunki Allohdan qo'rqadi musulmon odam. Xulosa, er ayolining xizmatini qilish va mana shunga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Ayol ham erini xizmatini qilish va unga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Agar shu qoida ishlasa oilada, bu oila albatta saodatli bo'ladi. Nima uchun aytdi bu gapni? Payg'ambarimiz aytdilar: "Allimu auladakum va ahlikumul khayr va addibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyatlarida: "Addibu auladakum ala thalathi hisolin." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi va tilovatil Qur'on. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga va Qur'on tilovatiga. Bolalaringizga 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Endi faraz qiling, shat bordingizda bugun, bolam, payg'ambarimizni yaxshi ko'r bugundan boshlab. Payg'ambarimiz oilasini bugun yaxshi ko'rmasang bo'lmaydi. Yaxshi ko'r. Desiz, bu kulgili holat bo'ladi. Ha siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitmagan bo'lsangiz, oilasini tanitmagan bo'lsangiz, qayoqdan yaxshi ko'rsin? Odam nimani yaxshi ko'radi? O'zi tanigan, bilganda yaxshi ko'radi.
Shuning uchun bunaqa payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rib deb shab dabdurustdan buyurishni o'rniga payg'ambarimizning hayotini aytib bering. Xulq-atvori, rahmat haqida hikoya qilib bering. Payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qanaqa bir holatda muomala qilganligini aytib bering. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirganida o'ng tomonida Abdulloh ibn Abbos yosh bola bo'ladi. Chap tomonida Abu Bakr Siddiq o'tiradi. Payg'ambarimizga bir ichimlik olib kelishadi. Rasululloh ichadilarda sunnatga muvofiq o'ng tomonga uzatish kerak. Shu kichkina bola Ibn Abbos o'tiribdi. Haligi Ibn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni haqqi o'ng tomonga berish kerak. Mana uni ichimlikni bu kishiga shayxga bersam bo'lmadimi chap tomonga?" deydi. Ibn Abbos aytadi, "Sizdan keyin ichishlik sharafini birovga bermayman. Bering bu yoqqa" deydi olib ichadi. Ya'ni mana shu qilayotgan ishi bilan payg'ambarimiz bu kichkina bolaga hurmat ko'rsatyapti. Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni. Ota bolasini yoshi har qancha kichkina bo'lmasin, tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Chunki qaranglar-da, masalan, tug'ilgan bolamizga payg'ambarimiz birinchi qiladigan ishimiz nima deb aytgan? Qulog'iga ozon aytinglar deganmi? Hali aqli kirgani yo'q, lekin qulog'iga Allohning lafzi kirsin, Allohu akbar kirsin qulog'iga. Shuning uchun bolangiz har qancha kichkina bo'lmasin, e'tibor bering. E'tibor bering. Masalan, bir ota nima ish qilgan ekan? Bu tajribalar bor. O'sha ertamanda maktabga ketayotganda, ko'chaga chiqib ketayotganda so'raydigan pulini bir korobka qilib solib qo'ygan ekan ichiga. Yoniga daftar bilan qalam qo'yib qo'ygan. Bolam, olavering. Qancha kerak bo'lsa, yozib qo'ying faqat. Bugun 10 so'm oladi, yozib qo'yadi. Ertasiga 20 so'm oladi. Ko'radi qancha olayotganini. Bir oy o'tganda hisoblasa falon pul olibdi. O'ylanibroq oladi. O'ylanibroq oladi. Mana bitta uslubi. Qiyinmi? Ha, domla bizni bolalar agar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, nima qiladi? Demak, sizni bolangiz shunaqa ekan, nima qilaylik? Shuning uchun bolamiz har qancha kichkina bo'lmasin, birodarlar, so'ziga quloq tutish kerak. Xuddi katta odam bilan muomala qilgandek muomala qilishga. Mana payg'ambarimizni ko'rdinglar nima dedi? Abu Bakrdek odam o'tirsa, so'rayapti, beraveraymi dedi. Shuning uchun farzandini o'qishi bilan qiziqish kerak. Nimalarda g'amida yuribdi, kimlar bilan do'st bo'lyapti? Bolamiz bilan o'zimiz o'rtamizda parda qilib olmaylik. Eskilar ko'p aytardi shu gapni. Xudo bergan odamni bolasi 15 ga kirganda bosh bo'ladi oilaga. Xudo urgandiki 30 da yosh bo'ladi. Bolalarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Payg'ambarimizni tanishimiz kerak, oilasini tanishimiz kerak. Buni o'rniga nima bo'lyapti uyimizda? Uyimizda kim tarbiya beryapti bolalarimizga? Kim o'rgatyapti kimga o'xshash kerak, kimga ergashishlik kerak, kimni o'ziga ibrat, kumir qilishlik kerak? Kim o'rgatyapti uni? Televizor. Aktyorlar, sportchilar, qo'shiqchilar, ular nimani yaxshi ko'radi, kimlar bilan do'st bo'lgan, qaysi kiyimni yaxshi ko'radi, qaysi ovqatni xush ko'radi, qaysi seriallarni ko'radi, hayotlik chog'ida qancha pul topgan, qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan, qaysi kinoda, qaysi futbol komandasida o'ynaganda nechta pul topgan, bularni yaxshi bilishadi. Birodarlar, farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizor bo'lsa, qayoqdan sizni ko'zingizni quvonch bo'lsin. Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat qaysi? Pul topish, yer olish, uy solish, bolasini uylab joylab qo'yishmi? Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat bola tarbiyasi. Ishonavering. Bundan og'ir ish yo'q. Bundan og'ir ish yo'q. Bir kishi o'zini do'stiga shikoyat qiladi. Nimadan? Bolasini noqobilligidan. Nimaga shunaqa bo'ldi bilasanmi? Sen ekibla tashab qo'ygan eding. U daraxtni putamagan eding. Vaqtida dorisini bermagan eding. Vaqtida suv qo'y, vaqtida bir parvarish qilmagan eding. Xohlaganda o'sib qoldi bu daraxt. Kimda ayb? Bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki, farzand har qancha yosh bo'lmasin, uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, farzandlaringizga 3 ta xislat o'rgatinglar.
payg'ambaringlarni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani? Qur'on tilovatini. Yoshroq odamlar bilan o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida. Ya rahmat, yana ham artistlar haqida gapirmayapti bizkilar. To'lka futbol. Sen o'zingga bir ibrat kumir deyotgan sportchi yahudiymidi, nasroniymidi farqi bo'lmayapti odamlarga. Yana bachavozmidi, yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi farqi yo'q. Muhimi chiroyli futbol o'ynasa, chiroyli qilib uni reklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Akalar, bu musibat bu. Musibat bu. Bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi? Tarbiyasi uchun. Sahobalarning hayotini o'rganishidi. Bu sport, bu futbol akalar, sportda hamma turi ham sog'lom, salomat, baquvvat bo'lishlikning bir vositasi xolos, lekin maqsad emas hayotdagi. Maqsad emas. Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa, hammasi yig'ilganda. Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona zamondan o'chirib qo'yaylik-da, ovqat yeb bo'lib turib, bugun bitta sahobaning hayotini gaplashaylik. Zayd ibn Horisaning hayotini masalan. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik. Bugun siz o'qib bering kitobni. Ertasi kun onasi o'qib beringiz. Keyin o'g'li, keyin qizi. Ey domla, nima deyapsiz? Kim qiladi buni? Bo'ladigan gapni gapiring. To'ppa-to'g'ri. Bu bo'ladigan ish emas bu. Bo'ladigan ish emas bu. Endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balobami bolangdan shikoyat qilib. Hozirgi yoshlarning psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini, havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Qo'ylar. Chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini. Birodarlar, hayot har qancha qiyin bo'lmasin, turmush har qancha og'ir bo'lmasin, topish tutish zo'r bo'lmasin, lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin. Nima bilan? Allohning hukmini qoyim qilishlik bilan. Oddiy ovqat, faqirona jihoz, faqirona uy. Agar bu oilada xotinni erga, erni xotinga qiladigan muomalasi, otani farzandlar bilan, farzandlarni ota-onalar bilan qiladigan muomalasi Allohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa, hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun hech narsa emas. Ammo millionlagan pulga olingan uyning ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy, agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalari, bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi. Uylar bor birodarlar, Qur'on tilovat qilinadi, 5 mahal namoz o'qiladi, baqir-chaqir bo'lmaydi, g'iybat shikoyat bo'lmaydi, televizor tagida kechgacha qolib ketishmaydi. Bu qanaqa uy? Alloh va Rasuli yaxshi ko'rgan uy. Ayrim odamlar uylariga yozib qo'yadi, Allohumma barik hadal bayt. Parvardigor, bu uyni muborak qilgin, barakotli qilgin. Lekin namoz yo'q, ibodat yo'q, ertamandan kechgacha muzika, ertamandan kechgacha televizor. U bola uyda, bu bola bu uyda, har kim o'zini telefonini, planshetini, kompyuterini o'ynab o'tiradi. O'tirmaydi bilalashib. Bunaqa yozuvdan 50 tani ilib qo'y. Alloh bunaqa uyga barakotini yog'dirmaydi. O'zicha hech kim o'zini uyini bunaqa deb o'ylamaydi. Ya meni uyim bunaqa emas deydi. To'g'ri, siz uyingiz unaqa emas. Sizning uyingizda televizor ko'rilmaydi. Ko'rilsa ham faqat yaxshi narsalar ko'riladi. Har kuni oila a'zolari nonushtani birga qilasizlar. Kechki ovqatni birga qilasizlar. G'iybat shikoyat yo'q. Ona o'zalmonda o'chiq bo'ladi. Dadingiz har kuni kitob o'qib beradi. Har kuni bitta duoni birgalashib, takrorlab o'rganasizlar. Ha, sizlarning uylarda unaqa emas. Sizlarning uylar zo'r. Shunaqami? Astagfiru billah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un
Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'girguvchi kishilardir. Birodarlar, uyimiz siz bilan biz uchun bir muqaddas joy bo'lishligi kerak. Bu uyimizda gunoh ma'siyatni qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ovqatlanib o'tiribmiz, Allohning zikri bo'lsin. Uxlayapmiz, yotishda Allohning zikri bo'lsin. Kiyinyapmiz, Allohning zikri bo'lsin. Gunoh ma'siyat bo'lmasligi kerak. Chunki qiyomatda javob beriladi bu narsaga. Dunyoda bo'layotgan, musulmonlarning boshiga yog'ilayotgan musibatlarni birortasini daf qilish qo'limizdan kelyaptimi? Dunyoda bo'layotgan musibatlarda musulmonlarning boshiga kelayotgan birortasini to'xtatishlik qo'limizdan keladimi? Bizning qo'limizda hech narsa yo'q. Faqatgina oilalarimiz bor. Agar oilamizni isloh qilsak, farzandlarimizni payg'ambarimiz aytganda tarbiya qiladigan bo'lsak, demak mana shu musulmonlarning boshiga kelayotgan balolarni daf qilishlikka qilgan eng katta ishimiz shu bo'ladi. Endi birochi bolani tarbiya qilma deb buyurmaydi-da. Har qanday jamiyatga rostgo'y, omonatdor, birodar haqqini yemaydigan farzand har qanday jamiyatga kerak. Halol, vijdonan ishlaydi. Kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, bolalarini tarbiya qilsin. Kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandlarini tarbiya qilsin. Bir odam farzandi ulg'ayganida Allohning yaxshi quli ekanligini ko'rsa, haromdan uzoq bo'layotganligini, Allohning buyruqlarini bajarayotganligini ko'rgan bo'lsa, shuni ko'rsa, shu farzand milliard so'mdan ham afzal bo'ladi bu ota uchun. Chunki siz o'lib ketgandan keyin qoldirgan dunyoyingizga javob berasiz. Ammo mana shunday farzand qoldirib ketadigan bo'lsangiz, orqangizdan ajr bo'ladi. Qaytarib aytamiz, farzandini toatda, ibodatda, istiqomatda, taqvoda ko'rib o'tishligi kishini, demak bu odam tirik bo'ladi. Chunki farzand otasining davomchisi bo'ladi. Zamonimizda katta bir jomiyani imom vafot etdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, uni o'rniga o'g'li imom xatib bo'ldi. Otasi qilgan ishni davom etkizdi. Demak bu ota o'lgani yo'q. Bu otaning ishi davom etyapti. Agar mana shu farzandini yana bitta farzandi ilmli bo'lib minbarga chiqib odamlarga Allohning dinini tanitsa, demak yana davom etdi bu odam hayoti. Xulosa, kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandlarini islomiy tarbiya bilan tarbiyalasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Agar odam bolasi vafot etsa, uni 3 ta amalidan boshqa hamma amallari to'xtaydi. Faqat 3 ta ishi unga savob berib turadi. Sadaqatun joriya. Odamlarga foyda keltirib turgan bir nafaqati, sadaqati. Ko'prikmidi, asfaltmidi, musulmonlar foydalanib turadigan sadaqa joriya qoldirgan bo'lsa. Va ilmun yuntafau bihi. Odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa, mana shundan ham o'lganingizdan keyin savob borib turadi. Va valadin solihin yad'ula. Uchinchisi, uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Endi ilm hammamizda ham bor emas. To'g'rimi? Hammamizga ham Alloh bermadi ilmni yoki o'zimiz o'qimadik. Hammamizning qo'limizda pul ham yo'q, sadaqa joriya qoldiraylik desak. Lekin nima bor qo'limizda? Farzand bormi? O'ldi, o'chdi bo'lishni xohlamasangiz, bolangizga Allohni taniting, islomiy tarbiyani bering. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarda birida ko'chada ketib borar ekan, juda bir savlatli odam bo'lgan, haybatli odam bo'lgan, sirli, viqorli odam bo'lgan. U odamning haybatidan hatto katta kibor sahobalar ham haybatlanishar edi. Umar ibn Xattob kelsa shu ko'cha-ko'chalarga burilib ketib qolardi, peshonasida turmaylik deb, siri bosganidan. Kunlarda birida Umar ibn Xattob ko'chada ketayotsa, bir to'p yosh bolalar o'ynayotdi. Xalifani ko'rib tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Faqat bitta bola qochmasdan turdi. Xalifa bu bolani jur'atidan, jasoratidan bir hayron qolib oldiga bordi-da, "Ey bola" dedi. "Nimaga sen qochmayapsan boshqalarda?" dedi. Hali yigit aytdi: "Ey Amirul Mu'minin, sizni zulmingizdan qo'rqish uchun men zolim emasman.
Sizni jazoingizdan qo'rqish uchun bir gunoh qilganim yo'q. Yo'l keng dedi. Siz ham sig'asiz, biz ham sig'amiz, o'taverasiz dedi. Qarang, katta kishilar haybatlanib Umar ibn Xattobning oldida tura olmayotgan paytda yuragini quvvati yetmay. Bu yosh bola turibdi. Kimni bolasisan desa, Zubayr ibn al-Avvomni deydi. Abdulloh ibn Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu edi. Bu ham bola edi. Bu ham bola edi. Tarbiya ko'rgan bola edi. Mana shu tariximizda yosh bolalar bilan bo'lgan mavqiflardan bir ajib bir suratlar bor. Mana ayrimlarni o'qib beraman. Xalifa Abdulmalik ibn Marvon huzuriga bir jamoa kishi kirdi. 5 tamida 10 ta odam kirdi. Ularning orasida bir yosh bola ham bor edi. Xalifa bu yosh bolani kirganini ko'rib jahli chiqdi. Abdulmalik ibn Marvon eshikda oldida turadigan odam chaqirib aytdi, "Ey" dedi. "To'g'ri kelgan yosh bolani kirgizaverasanmi?" dedi. "Men oldimga" dedi. Shunda haligi yosh bola turib aytdiki, "Ey amir" dedi. "Men sizni huzuringizga kirishim bilan sizni sharafingizga, hurmatingizga so'z tegmaydi" dedi. "Ammo men uchun sharaf siz oldingizda turish" dedi. "Bizning yurtimizga mashaqqat keldi. Oziq-ovqat yo'q bo'ldi. Sizlarda ortiqcha mol bor ekan. Yosh bolaning gapi xalifaga gapiryapti. Agar ular ana shu mollar biz uchun bo'lsa, nimaga bermayapsizlar? Qiylandik biz. Agar u sizlarning qo'linglardagi mol Allohning mulki bo'lsa, bandalarga beringlar. Agar u mol qo'linglardagi sizlarniki bo'lsa, bizga sadaqa qilinglar" dedi. Xalifa hali bolaning gapini eshitib, "Vallohi" dedi, "bu bola" dedi, "talabini bajarmaslikka biz uchun bironta ham uzr qoldirmadi" dedi. "Meni molim" desa javobni aytib qo'ydi. Allohning moli desa javobni aytib qo'ydi. Birodarlar, jur'atli bolani pul bilan o'lchab bo'lmaydi qadrini. Yurakli, jur'atli bolani o'lchab bo'lmaydi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'ldi. Uni tabriklash uchun atrofdan elchilar kelishni boshladi. Hijozliklardan bir jamoa kirdi, ularning boshlig'i 10 dan o'tmagan yosh bola edi. Yoshi 10 dan oshmagan yosh bola mana shu hijozliklarning jamoasini boshlig'i bo'lib kirdi. Endi hamma xalifani xalifa bo'lganligi bilan tabrikladi. Endi navbat hijozliklarga kelganda boyaga 10 yashar bo'lmagan bola turdi. Turib gapirmoqchi bo'ldi. "Sen o'tir" dedi xalifa. "Sendan yosh kattaroq tursin" dedi. Ya'ni shuncha hijozlikdan kelgan 10 ta 15 ta odamdan gapiradigan odam yo'qmi sendan boshqa? "O'tir sen" dedi. Yosh bola deb pisand qilmadi buni. Bu bola nima dedi? O'tirib oldimi? Yig'lavordimi? Nima dedi? Qarang, shu 10 ta odamga boshliq bo'lib keldimi? Demak, shunga loyiqda bu bola. Alloh amirni isloh qilsin. Kishini qadri ikkita kichkina narsasi bilan bo'ladi. Qalbi bilan, tili bilan dedi. Yoshi bilan, bo'yi bilan demayapti. Kishini qadri ikkita narsa bilan belgilanadi, ey amir, tili bilan, qalbi bilan. Agar Alloh bu odamga lafz qiluvchi, so'zlovchi tilni bergan bo'lsa, saqlovchi qalbni bergan bo'lsa, gapirishga haqqi bor uni ham dedi. Agar dedi, siz aytganda faqat yosh bilan bo'lganida ish dedi. Bu taxtga, xalifalikka sizdan ko'ra yosh kattaroq odamlar bor edi dedi. Qarang, bu kimga gapiryapti? Bu o'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan podshohga gapiryapti. Agar siz aytganda faqat yosh bilan bo'lganda odamning qadri, bu taxtga sizdan ko'ra haqliroq yosh katta odamlar bor edi deyapti. Insonning qadri qalbi bilan, tili bilan deyapti. Qiymati. Shunaqa bolangiz bo'lsa bilasizmi, yig'lavorasiz. Yig'lavorasiz. Bir birodarimizni 2-sinfda o'qiydigan bolasi shu maktabidan kelyotib, katabasining uyiga 4 ta non ko'tarib kiribdi. Ko'tarib kirsa, haligi katabasi kim bilan kelding desa, o'zim keldim deyapti. Nonni kim bersa, o'zim oldim deyapti. Nimaga desa, har safar dadam kelganda 4 ta non ko'tarib kirardi-yu deyapti. Nima degani bu? Kimdan o'rgandi buni? Agar kirib turib otasidan enasidan pul yo'mirib chiqib ketayotganini ko'rganda, kirib turib nima qilardi bu ham?
Nima demoqchimiz? Bolangizni jur'atini yoshligidan o'zi sindirib qo'yasiz. Bolangizni zehni past bo'lsa, qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga urmang, shoshilmang. Qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga urmang, shoshilmang, chunki birodarlar, hozir ayrim tarixda ko'zga ko'ringan odamlarning hayotidan o'qib beraman, yoqangizni ushaysiz. Bu bola gavhar. Turpoqning ichidagi toshning ichidagi gavhar, buni kavlab olishlik kerak. Undagi qobiliyatlarni ko'rish kerak, o'rganib chiqish kerak, buni rivojlantirishlik kerak. Zehni past bo'lsa-da bo'ldi, bu odam bo'lmaydi demang. 1 yil sabr qiling, 2 yil sabr qiling, sizni bolangiz bu. Orqangizdan sizga duo yuboradigan, sizga savob jo'natadigan bola. Qo'lingizni etdi yuvolmang bolangizdan. Qarang, Isak Nyuton kim bo'lgan? Fizikani asoschilaridan bo'lgan. Shu Isak Nyuton birodarlar sinfidagi eng oxirgi qoloq o'quvchi bo'lgan ekan. Sinfdoshlardan bittasi qattiq urib qo'yganda, kuchi yetmay kaltayib, alam qilganidan aytgan ekan: "Men seni ilm bilan yengaman." degan ekan, shu iqtidor ochilib Isak Nyuton bo'lib ketgan. Albert Einstein zamonaviy fizikani asoschisi. Einstein mana Nobel mukofotlarini olgan, 4 ga kirganda tili chiqqan ekan. 4 ga kirganda, 7 yoshga kirganda o'qishni o'rgangan. Tengqurlaridan keyinroq maktabga borgan. Yomon o'qigan. 15 yoshida umuman gimnaziyada o'qiy olmadi deb haydab yuborilgan. Nima deysizlar? Beethoven. Kim bu? Shu odam mana geniylardan deyiladi, muzika dunyosining geniylardan deyiladi. Daholaridan endi bizning tilda. Yozishda orfografiya xatolarni mingta qilgan ekan. Ko'paytirish bilan bo'lishdi, umrini oxirigacha o'zlashtira olmagan ekan. Matematik talant bo'lmagan, ammo bu tomondagi talanti bo'lgan. Dunyo tan olgan Anton Pavlovich Chekhov. Kim bo'lgan bu? Chekhov yaxshi o'qimagan uchun sinfida 2 marta qolgan. Bitta sinfda 2 marta qolgan, yaxshi o'qimaganligi uchun. Akademik Korolyov. Kim bo'lgan bu? Sovet kosmonavtikasining asoschilaridan. Naq 3 bahoga o'qigan ekan. Qaranglar, akalar. Qaranglar, shunaqa bir odamlar chiqqan ekan dunyo maydonida, bir nom taratgan, ko'zga ko'ringan odamlar. Agar bularni ham kimdir shunday bu odam bo'lmaydi bu deb turib, qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urib qo'ysa, nima bo'lardi? Shuning uchun noumid bo'lmanglar, akalar, ukalar. Rizqini har qanaqasiga topib yeydi. Ilm yo'liga targ'ib qilinglar bolalarni. Ehtimol shunday bir karomat egalari chiqib qolar farzandlarimizdan. Haqiqiy baxtsiz odam kim? Haqiqiy baxtsiz odam ko'chadagi omadsizligini, ko'chadagi badbaxtligini uyiga ham ko'tarib olib keladigan odam. Safar qiladi odam, 5 kun, 10 kun uzoq bo'ladi, farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz, sog'inamiz. Ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt ochmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga, bir aylanib kelamiz deydi. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, janini olsin, bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib, yuringlar bora, bir aylantirib kelaman sizlarni. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan, bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizni tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'tardi mana. Ish. To'rtta devorning ichida o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da.
Shart olib borib keling-da, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot. Qarang, risolatni insoniyatga yetish kerak bo'lgan Allohning omonatdori, vahiyning egasi bo'lgan zot uyga kelardida, to'r oyoqlab turib berardi. Nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib, payg'ambarimiz ot bo'lib, tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralar yoki bolalarga shunaqa berib turib yelkasida ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşallah. Bunaqalar ko'proq ekan, alhamdulillah. Bu arzonroqda bu. Ish tashab kelishdan ko'ra yengil, lekin shuni ham qilmagan ekan ko'pchilik. Bak. Dada o'ynaylik deydi. To'rga kirgan bolangiz. Bak deysiz, abat. Olib chiqmayman deysiz. Endi qayoqdan sizni yaxshi ko'rsin bu? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda ibrat bo'lgan zot yelkasiga, kuragiga, beliga o'tkazib, to'r oyoqlab yurib, tasavvur qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma, ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qiganligi haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdada. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalan ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap ekan deb. Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oldi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zib o'ryaptiki, lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolam. Ko'chada shu birov bilan muomala qilsa, haligi o'ziga uverenniy bola edi, senlasa aytardi. Meni senlamang dedi. Chunki meni otam ham senlamaydi derdi. Alloh rahmat qilsin, solih odam edi. Juda ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi. Alloh rahmat qilsin. Biz nimaga chaqiryapmiz? Biz har bir uy musulmon odamning uyi islomiy xonadon bo'lishiga chaqiryapmiz. Har bitta musulmonning xonadoni jannatdan bir bo'lak bo'lishiga chaqiryapmiz. Bunaqa uyda muhabbat bo'ladi, mehr bo'ladi, oqibat bo'ladi, kechirimli bo'ladi, bag'ri kenglik bo'ladi. Agar musulmon odam uyini mana shunday holatga olib kelgan bo'lsa, ko'chadagi har qancha mashaqqat uyga kelgandachi esdan chiqadi. Dunyodagi har qancha mashaqqatni yengishlik unga oson bo'ladi. Agar uyni shunaqa qilib tarbiya qila olgan bo'lsa, aytinglarchi, biz e'tibor beramizmi oilalarimizga, farzandlarimizga? Ammo haqiqiy baxtsiz nodon odam kim? Ko'chadagi mashaqqatini uyga ko'tarib keladigan, bu ham yetmagandek uyi ham o'zi mashaqqat bo'lgan odam. Musulmon ota, musulmon erkak farzandlarining orasida adolat qilishligi kerak. Ittaqulloha wa'dilu bayna avladikum. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Payg'ambarimiz aytadilar, Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, farzandlar orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqishlikdan keyin zikr qilayotgan ish nima bo'lyapti? Farzandlar o'rtasida adolat qilishlik. Bu mayda ishlarda, tabassum bilan qarashda, sizlab muomala qilishda, o'pib erkalatishlikda, tabassumda. Bitta bolangizni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz.
kenjasimidi, kattasimidi, o'g'lingizmi, qizingizmi, xullas bittasini ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Lekin tashqarida shuni bildirib, buni boshqalardan ko'ra ajratib, narigilarni yerga tushirib qolgan bo'lsangiz, mana shu narsaga gunohkor bo'lasiz. Chunki bittasini erkalatib, po'palab, ikkinchisiga qattiq gapirganingizda, ikkinchisini dilini cho'ktirib qo'ydingiz. Umrining oxirigacha esdan chiqmaydigan ish bo'ldi. Payg'ambarimiz aytibdilar, Allohdan qo'rqinglar va farzandlarda o'rtasida adolat qilinglar. Yedirib ichirishda adolat qilamiz. Kiydirishda adolat qilamiz, sarf-xarajatda adolat qilamiz, lekin bundan ham mayda ishlarda adolat qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, guvoh bo'ling. Mana bolamga dedi bitta bog'da shunday hadiya qildim" dedi. "Berdim bitta bog'da" dedi. Rasululloh, "Boshqa bolalaring ham bormi?" dedi. "Ha, boshqa bolalarim ham bor." "Ularga ham shunaqa narsani berdingmi?" dedi. "Yo'q" dedi hali odam. Payg'ambarimiz aytdilar, "Inni la ashhadu ala jawr." Mendan boshqa odamni guvoh qil bu ishga dedi. Chunki men jabrga, zulmga guvoh bo'lmayman dedi. Shuning uchun farzandlarga bir narsani taqsim qilayotgan paytda ota adolat qilishligi kerak. Kimga qancha berish kerak? Shariatimizda aniq-aniq ko'rsatib qo'yilgan. Bir odam 60 yil Allohga ibodat qilishi mumkin. Ammo vasiyatda, taqsimda zulm qiladigan bo'lsa, bironta bolasiga jahannam vojib bo'ladi bu odamga. Ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Boshqa hadisda aytadilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Sawu bayna avladikum fil atiyati." Atolarda, infoqda, beriladigan narsalarda bir narsa bersiz, farzandlar orasida adolat qiling deganlar. Darsimizning nihoyasi musulmonlar tushunchasida ota hurmatli inson bo'ladi. Musulmonlar tushunchasida ota ulug' inson, hurmatli inson bo'ladi. Ammo hamma ota ham mahbub ota bo'lmaydi. Farzandlar tomonidan yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi hamma ota. Shuning uchun bolalaringizdan sizni yaxshi ko'rishini talab qilishligingiz sizni qahramonligingiz emas. Balki bolalaringiz sizni yaxshi ko'radigan ishni qilishligingizda sizni qahramonligingiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, musulmon otasini ulug' inson deb biladi, hurmat qiladi. Ammo hamma farzand ham otasini yaxshi ko'ravermaydi. Bu yomon ko'radi degani emas. Qalbini to'ridan joy olgan bo'lmaydi hamma ota ham. Ine katta bo'lganda agar parvarishini qilmasa, ine katta bo'lganda qaramay havoramay qo'ysa, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tabaroniydan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, "Ainu avladakum alal bir." Ainu avladakum alal bir. Farzandlaringizga bir yaxshilikka yordam beringlar. Ya'ni yaxshi odam bo'lishiga yordam beringlar. Yaxshilik qilishiga yordam beringlar. Nima qilinglar degani bu? Tarbiya qilinglar degani. Rahimallohu validan aana waladahu ala birri. Bolasiga yaxshilik qilishlikka yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin. Ali ibn Abi Talib aytadi, "Akrimu avladakum wa ahsinu tarbiyatahum." Bolalaringlarni ikrom qilinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar. Diqqat. Fa innahum khuliqu li zamanin g'ayri li zamanikum. Chunki farzandlaringlar sizlarning zamoningizlarga emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Ya'ni bir ota bor, 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda o'sgan. Hozir birodarlar, u 2000-yil ustida turibmiz. Bizi davrimizda manaqa bo'lgan, bu siz ham kunimiz o'tgan demang. Chunki sizning kuningiz shu bilan o'tgan. Bu zamonda talablari boshqacha. Bizi davrimizda bunaqa bo'lmagan. Biz peshkom yurib qilar edik, anaqa qilar edik. U sizning zamoningiz shunaqa edi. Hozir bolani talabi bor bir narsaga, masalan, kompyuterga, ta'limi uchun. Modomiki bolangizga kerak bo'layotgan, zamon talab qilayotgan narsa harom emasmi? Shariat doirasidan chiqmayaptimi? Qilib beringlar otalar. Qilib beringlar. Chunki bizda bo'lmagan u narsa. Shunda ham yaxshi yashayorganmiz demanglar. Bizkilar o'sha kirdi qo'li bilan yuvib ham, mana qilib ham zo'r yuravergan. U sizlarning zamoningizda shunaqa edi. Hozir kir mashina beringlar. Qaytarib aytamiz. Albatta farzandlaringiz sizning zamoningiz emas, boshqa zamon uchun yaralgan.
Modomiki farzand talab qilayotgan narsa o'zi ovqatlantiradiganlarni, ya'ni kishi o'zini oila a'zolarini zoya qilishi shu kishi uchun yetarli gunoh. Zoya qilishi deganda nima nazarda tutiladi? Har bitta odam Alloh unga bir farzand bergan bo'lsa, yediradi, ichiradi, kiydiradi, uni bir uy bilan ta'minlaydi va boshqa ishlar bilan ovora bo'ladi. Ammo zoya qilishlik qaysi? Zoya qilishlik degani shu oila a'zolarini, farzandlariga Allohni tanitmasligi, dinni o'rgatmasligi. Mana shu narsa kishi o'zini oila a'zolarini zoya qildi deb tushuniladi. Ya'ni qaytarib aytamiz, yediradi, ichiradi, kiydiradi, dunyosini ta'minlaydi-yu, ammo iymoni, e'tiqodi, aqidasini, tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Agar kim shunday qilgan bo'lsa, demak bu kishi uchun yetarli gunoh shu ish. Otalar o'zining farzandlarini yaxshi ko'rishligi Alloh taolo ularning tabiatiga qo'ygan bir xususiyat. Ota borki, yaxshi ko'radi bolasini. Bu tabiatda bor narsa. Masalan, tabiatingizda bor qilgan ish uchun shu ishni qilsangiz, ajr olasizmi, yo'qmi? Masalan, kechki ovqatni qilib yeysiz. Shunga savob bormi sizga? Yoki saqotib ketdingiz, ustingizga olib oldingiz. Savob bormi, yo'qmi? Bunga savob yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi buyruq chiqardi. Har kuni kechki payt 8 da ovqat qilib yeyilsin dedi. Bu kulgili narsa bu. Chunki bu narsani buyurmasang o'zi hamma qilaveradigan ish bu. Demak, otalar bolalarni yaxshi ko'rishligi ularning tabiatida bor. Xohlaydimi, xohlamaydimi ota bolasini yaxshi ko'radi. Bu ota olimmi, johilmi, musulmonmi, kofirmi, shaharlimi, sahroymi farqi yo'q. Otami bolasini yaxshi ko'raveradi. Masalan, yosh bolalarning bir kasalxonasiga borsangiz, bolasi og'riyotgan ona yig'laydi. Bu ona musulmonmi, kofirmi, qaysi millat vakili, buni farqi yo'q. Chunki onaning qalbida ham bolaga nisbatan muhabbat albatta bor. Demak, inson o'zini tabiatida bor bo'lgan ishlarni qilganiga ajr olmaydi. Balki tabiatida yo'q bo'lgan narsalarda qilganiga ajr oladi. Otalar farzandlarini yaxshi ko'rishligi tabiat. Ammo farzandlar otalarini yaxshi ko'rishligi taklif. Farzandni qalbida ota-onasiga nisbatan muhabbat bo'lishi, ularni yaxshi ko'rishligi shariatni farzandlar ustiga qo'ygan taklifi. Bu narsa uchun ajr oladi. Bu narsa uchun ajr oladi. Qachon uni tarbiya qilganiga savob oladi? Qachonki diniga, e'tiqodiga, aqidasiga e'tibor qilsa, namoziga qarasa, ibodatiga qarasa, shunda farzandiga inoyat qilganligiga ajr oladi. Demak, ota faqatgina agar bolasini sog'ligi, kiyimi, ta'minotini e'tibor qilsa, dinini, axloqini, tarbiyasini bee'tibor qoldiradigan bo'lsa, bu narsa uchun ajr olmaydi. Shuning uchun bolalar haqida Qur'onda bitta oyat keladi. Astagfirullah, bolalarga inoyat qilish to'g'risida. Yusikumullohu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn. Ya'ni shu meros berishlikda farzandlarga bir Alloh taolo yaxshilik qilishlikni vasiyat qiladi. Ya'ni Alloh farzandlaringizga tegishli meros haqida bir o'g'il uchun 2 qiz ulushi barobarida meros berishni amr qildi. Bolalar haqida bitta oyat bor. Ya'ni 2 ta qiz bolani ulushi bitta o'g'il bolaga beriladi. Yosh bolalarga mana shu farzandlaringizga meros bo'lishlikda adolatli bo'linglar deydi. Boshqa oyat yo'q farzand haqida. Chunki farzandga bo'lgan muhabbat aytdik, insonning tabiatida o'z-o'zidan bor narsa. Ammo farzand ota-onasini yaxshi ko'rishi, ularning xizmatida turishligi bu endi taklif. Ya'ni bu ibodat bu. Demak, inson farzandning tabiatida yo'q bu narsa. Astagfirullah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff va la tanharhuma va qul lahumā qawlan karīma. Agar ularning, ya'ni ota-onalaringizning birovi yoki har ikkisi sizni qo'l ostingizda keksalik yoshga yetsa,
ulg'ayganinglarda farzandlar ota-onalar qarab sizlarni qo'llarida turgan bo'lsa, ikkalasi yoki bittasi, ularga qarab uf tortmang. Va ularning so'zlarini qaytarmang va ularga doim yaxshi so'z ayting. Bu endi buyruq. Ota-onasini inoyat qilishligi, xizmatida turishi, ularga uf demasligi, ularga lutf bilan muomala qilishi, bu endi ibodat. Bu narsa uchun farzand Alloh azza va jalladan ajr savob oladi. Chunki aytyapmiz, farzandning tabiatida yo'q bu narsa. Tabiatiga joylanmagan. Xolasi ota-onasiga qaramay qo'yishi ham mumkin. Urishi ham mumkin. Tashlab ketishi ham mumkin. Chunki bu narsa uni tabiatida yo'q. Kech payt kelasiz, bolalar ovqat yeyishdimi? Yeyishdi. Darsini qilishdimi? Qilishdi. Issiq Qur'on yotishibdimi? Yotishibdi. Yaxshi. Namozichi? Namozichi? Hozirgi qilgan muruvvatingizga ajr yo'q. Hozirgi so'ragan narsalaringizga mukofot olmaysiz. Allohni eslatmaganligingizga, Allohning ibodatiga beparvo bo'lganiga agar indamay qoladigan bo'lsangiz, gunohkor bo'lasiz. Demak, ota bolasiga berishi mumkin bo'lgan eng ulug' narsa islomiy tarbiya. Islomiy tarbiya. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mujodala surasida shunday deydi. Astaidu billah. Qad sami'a Allohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallohu yasma'u tahawurakuma. Innalloha sami'un basir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Dar haqiqat Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning basti javoblaringizni eshitdi. Albatta Alloh eshitguvchi, ko'rguvchidir. Sahobalardan Avs ibn Somit roziyallohu anhu ning ayoli Havla binti Salaba roziyallohu anhu majmai Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Havla binti Salaba kelib aytdi: "Yo Rasululloh, erim men yosh vaqtimda uylandi. Chiroyim bor edi, molim bor edi, qarindosh urug'larim ko'p edi. Endi yoshim qarib, qornim kattayib, oilam yo'q bo'lib, molim tugagandan keyin endi kelib sen menga onamni kuragi kabi haromsan dedi. Menga haromsan dedi. Menda uni bolalari bor dedi. Chunki ularning tarbiyasi bilan men shug'ullanaman. Agar o'zim bilan olib qolsam, och qolib ketishadi." Qarang, otasi ularni boqadi, men tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Otasi tirikchilik qilib, non topaman deb ko'chada yuradigan bo'lsa, betarbiya bo'lib qoladi bolalar. Chunki otasi ko'chada non topaman deb yuradi. Xulosa, ota ko'chadagi ishlarni albatta qiladi, yelkasidagi vojibi. Lekin undan avvalgi, undan ko'ra muhimroq bo'lgan vojibi farzandlariga Robbisini tanishligi, diniy tarbiya berishligi. Mana bir necha dars farzandlar tarbiyasining ahamiyati haqida suhbat qilamiz. Biz nimani o'rganyapmiz? Qanchalar yelkanimizdagi yuk og'ir, qanchalik bu mehnatni uzoq qilishimiz kerak. Shu narsani anglashligimiz kerak. Avvalgi bir qancha darslarimizda. Tarbiyaga oid bo'lgan so'zlar. Birodarlar, ummat faqat tarbiya yo'li bilan yuksaladi. Farzandlarimizga islomiy tarbiya berishlik bilan ummat yuksaladi. Johiz rivoyat qiladi. Uqba ibn Abu Sufyon o'zini o'g'lini muallimga topshiryapti, odob beruvchi kishiga topshiryapti, shunday dedi: "Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin. Meni bolamga tarbiya berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni tuzat. Chunki ularning ko'zlari seni ko'zingga bog'langan. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk deb bilgan narsani ular ham xunuk deb biladi." Kimdan ta'lim olyapti bolalarimiz? O'shunga e'tibor berishimiz kerak ekan. Masalan, behayo kiyinib yurishlikni madaniyat deb biladigan o'qituvchining qo'lida bo'lsa, bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi. Avratlarni yopib qizlarimiz hayosi bilan, ibosi bilan ko'chada yurishligini bu qoloqlikning alomati deydigan muallimani qo'lida bo'lsa, bularga nisbatan qarash ham shunaqa bo'ladi. O'qituvchi, muallim, murabbiy tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa, o'quvchilar ham xuddi shularda
Shuning uchun kimdan ta'lim olayotganligini farzandlarimizga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sen chiroyli ko'rgan narsani chiroyli ko'radi bolam, sen yomon ko'rgan narsani yomon deb biladi bolam. Farzandingizni odob beruvchiga, muallimga, tarbiyachiga topshirdingiz, bo'ldi. Nazaringizda. Nima demoqchimiz? Otalar bilan muallimlarda o'rtasida hamkorlik bo'lishlik kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar berdim, qutuldim deydigan bo'lsangiz, u o'qituvchi nechta o'quvchisi bor qo'lida? Qaysi biriga diqqat qilib ulgursin. Ota-ona tomonidan nazorat bo'lishlik kerak bo'ladi. Tarbiya chiroyli bo'lishi uchun. Qarang, Uquba ibn Abu Sufyon yana nima deydi? Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin. Muallimga aytayapti bu gapni. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk ko'rgan narsani ular ham xunuk ko'radi. Ularga hukamolarning siyratlarini, adiblarning axloqlarini gapirib ber va farzandimni men bilan qo'rqit. Nima degani bu? Nima degani bu? Dadangga aytaman degani. Bu shu o'qitayotganlar biladi. Dadangga aytaman deydi. Dadangga aytaman deydi. Ayta olmaydi deydi. Nimaga? Dadam kelmaydi deb bergan. Dadam kelmaydi. Chaqirsa ham bormaydi. Oxirgi ota-onalar majlisiga chaqirganda maktabda farzandlaringlarda. Mana erkaklar o'tiribdi. Qo'l ko'tarib qo'ylardi borganlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ladi, mingta odamga to'rtta odam bo'ladi. Dada, ota-onalar maylis vaqt ening borib qo'yadi dedi. Sizni davomchingiz edi shu bola. Sizni vujudingizni davomi edi. Qanaqa odam bo'lishligi, yaxshi yomon bo'lishligi sizga kerak edi. Siz bormadingizmi? Endi xafa bo'lmang. Uquba davom etadi. Ularga kasalini bilmay turib, dorini berishga shoshilmagan tabib kabi bo'l. Kasalni aniqlamay turib, tabib dori tayinlamaydi. Kasalni aniqlaydi, keyin dorini. Xuddi shunaqa odam, shunaqa muomala qilgan farzandlarimga. Bu ishda senga suyandim. Farzandimning tarbiyasida senga suyandim. Uni senga topshirdim. Sen meni uzrni qabul qiladi deb kutma. Farzandlar ota-onalarning ko'zini quvonchi. Shuning uchun muallimlar o'zidagi eng zo'r narsani berish kerak. Eng zo'r narsani berishlik kerak. Ibn Xoldun o'zining muqaddimasida rivoyat qiladi. Harun ar-Rashid o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib shunday dedi. Albatta Amirul Mu'minin senga o'zini jonini, ko'zini quvonchini topshiryapti. Ota-onalar uchun farzand bu qalbni chechagi, ko'zni quvonchi, qalbni bir gavhari. Shuning uchun muallimlar ham yelkasidagi omonat qanchaligini bilish kerak. Muallimlarga aytiladigan so'z yog'och usta yog'och bilan muomala qiladi. Yurist, advokat odamlarni muammolari bilan muomala qiladi. Temirchi temir bilan muomala qiladi. Tabiblar insonni jasadi bilan muomala qiladi. Bir hunarni ikkinchi hunardan balandligi shu hunar nimani ustida bahs yuritadi, shunga bog'liq. Demak, yog'ochdan ko'ra temir balandroq, temirdan ko'ra tilla balandroq. Tilladan ko'ra insonning jasadi balandroq. Endi muallimlar nima bilan muomala qiladi? İnsonlarni ruhi bilan muomala qiladi. Tabiblar ish ham 60 yil, 70 yil keyin ketadi. Sizlar ming parvarish qilinglar, doktor akalar nima bo'ladi baribir? Ketadi. Ammo muallimlar odamni ruhi bilan muomala qiladi. Agar to'g'ri tarbiya qilinsa, abadiy jannatga boradi bu ruhi. Aks holda abadiy. Tushunarlimi? Shuning uchun muallimlarning ishidaqa mas'uliyatli, xatarli va sharafli ish yo'q. Lekin taassuf bizda muallimlarning qadri eng past hisoblanadigan mehnatlardan. Eng oz oylik kimiki? Onni kelganda aytib qo'yaylik, akalar maktabga pul sarflaylar. Bolalaringlar o'qiyapti, pechga olib borib beringlar. Linoleum solib beringlar, romini to'g'rilab beringlar, qishda bemalol o'tirsin. Sharoit qilinglar, doskasi yangilab beringlar. Qaranglar-da 70-chi, 80-chi yilgi jihozlar bilan turibdi sinflar. Sizlarga kerak ularni o'qishi. Birodarlar, sizlarga kerak. Muallim esa jamiyatdagi eng muhim, eng afzal toifa farzandlar bilan muomala qiladi.
Demak, muallim Allohdan qo'rqish kerak. Oqni oq deyish kerak, qorani qora deyishlik kerak. Muallim Allohdan qo'rqish kerak. Chunki muallimni ko'zi bilan qaraydi farzandlar dunyoga. Agar yaxshilik o'rgatsa, yaxshi, yomonlik o'rgatsa, yomon bo'ladi. Keyingi nuqtamiz tarbiyaga oid nasihatlar. Kishi farzandini tarbiyalash kerak. Lekin tarbiyaning yo'li ko'p. Musulmon kishi farzandini islomiy, iymoniy tarbiya bilan tarbiya qilishlik kerak. Ayrim xonadonlarga kirib qolasan, eski kirib qolgan, aqli yetib qolgan, nima deydi, bolalar kim keldi, kim ketdi qaramaydi ham. Beparvo. Qandaydir bir beadabgarchilikni qilaveradi. Nima sababdan? Ota-onasi tashab qo'ygan shunday. Qaranglar, ko'chatni ko'chiradi bog'bon. Tek qo'yib qo'ysa ham so'radi u. Kerak, shaqi bor uni, kerak emas, shaqi bor. Putash kerak, dori berish kerak, suv qo'yish kerak, tayin chopish kerak. Tek qo'yib qo'ysa ham o'saveradi. Ammo xohlaganda o'sib qoladi. Agar bu daraxtni o'zingiz xohlaganda bo'lishini xohlasangiz, mehnat qilishlik kerak. Tek qo'yib qo'ysangiz bola ham o'sib qolaveradi. Faqat boshqalar chopib qo'yadi uni tayini. Boshqalar putab qo'yadi uni shaqini. Boshqalarda formasiga kirib qoladi u bolangiz. Masalan, Esir davrida ham birodarlar odamlarni tarbiya qilishgan. Yolg'on gapirma, birodar haqqini yema, toza yur va hokazo. Ammo bu tarbiya nimani ustiga qurilgan? Dinsizlik ustiga qurilgan. Iymonsizlik ustiga qurilgan. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya shu dunyodagina asqatadi. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya faqat shu dunyoda asqatadi insonga. Ammo oxiratda foyda qiladigani faqat iymoniy islomiy tarbiya bo'ladi. Diniy bilim, islomiy tarbiya insonni ikki dunyoda saodatga, farovonlikka yetaklaydi. Birodarlar, diniy tarbiya, diniy bilim insonda haqiqatan bir rohatlantiradi, foydalantiradi. Bu tarbiya, bu ilm insonni dunyoda odamlarning qalbidan joy olishlikka olib boradi. Odamlarning ichida martabasi yuqori bo'lishiga olib boradi. Kishi diniy bilimdan xabari bo'lsa, islomiy tarbiya olgan bo'lsa, odamlar orasida ishonchli odam bo'ladi, mukarram bo'ladi, ulug' bo'lishiga olib boradi. Demak, diniy bilim, islomiy tarbiya insonni ikki dunyoda saodatga yetaklaydi. Birodarlar, shuning uchun har qanday ta'limdan avval Allohni tanitaylik. Til o'rgatgani beramizmi? Matematika, fizikani o'rgatgani beramizmi? Albatta beramiz, bularga o'rgatishlik kerak. Ammo bulardan avval Allohni tanish kerak. Dinni tanish kerak. Shundan keyin narigi narsalarni ham osonlik bilan o'zlashtiradi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirib, bir kishini ko'rdida, "Kim bu?" deb so'radi. Rasululloh. Bu odam nassob deyishdi. Nassob nima? Arablarning qabilalari, nasl nasablarini biladigan kishi deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Bu ilm dedi, uni o'rganganga foyda keltirmaydi. Bu ilmdan bexabar odamga zarar keltirmaydi" dedi. Shuning uchun avvalambor insonga birinchi navbatda foyda keltiradigan ilm bu diniy bilim. Undan keyin boshqa bilimlar undan keyin berilishligi kerak. Shuning uchun Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Allohumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha va min du'ain la yusma va min nafsin la tashba va min ilmin la yanfa'u. A'udhu bika min haula'i arba'a. Parvardigor, men sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh berishingni so'rayman. Eshitilmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan va befoyda ilmdan panoh berishingni so'rayman. Sendan shu to'rtta narsadan panoh so'rayman dedi. Siz o'rgangan narsa sizga faqat shu dunyoda emas, oxiratda ham asqatadigan ilm bo'lishligi kerak. Bunga haris bo'lishimiz lozim. Imom G'azoli aytadi, Qur'onda qaysi o'rinda ilm degan kalima zikr qilingan bo'lsa, bas bu so'zdan Allohni tanitadigan ilm nazarda tutilgan. Qayerda ilm deyilgan bo'lsa, yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Oranglarda ilm berilgan kishilarning Alloh darajasini ko'taradi dedi. Qaysi ilm desa, Allohni tanitadigan ilm. To'g'ri hamda bir odam dunyodagi eng katta ilmiy unvonlarni olsin.
Hamma mukofotlarda jamlagan bo'lsin. Agar Allohni tanimagan bo'lsa, bu ilmlar chunki qabrga kirishi bilan bu ilmlarda hamma unvonlar yer betida qoladi. Allohni tanitadigan ilmdan bexabar bo'lgan bo'lsa, kalimani bilmasa, halol haromda farqiga bormagan bo'lsa, oqibati nima bo'ladi bu odamda? Biz farzandlarimizni zo'r fizik bo'lishini xohlaymiz. Zo'r matematik bo'lishini xohlaymiz. Dunyo maydonidagi, dunyo ilm maydonida katta yutuqlarga erishishini albatta xohlaymiz, ammo Allohni tanitganimizdan keyin, diniy bilimlarni o'rgangandan keyin. Inechi qayerga jo'natsangiz ham bolangizni Allohni tanitib, diniy bilimni joylab qo'yganingizdan keyin, islomiy tarbiyani berganingizdan keyin, dunyoda qayerga jo'natsangiz ham xotirjam bo'lasiz. Chunki e'tiqodi, dunyo qarashi shakllanib bo'lgan. 13 ga 14 ga kirgan bolalarni boshqa mamlakatlarga jo'natib yuboryapti otalar, eshityapmiz. G'arbmidi, sharqmidi? U bolani hali kallasi qatigani yo'q. Dunyo qarashi shakllangani yo'q. Nima oq, nima qora hali tushunmaydi. O'sha yurtlarga borib, birodarlar, shularni suvini ichib, o'shlarni kepatasiga kirib qolmasin. Dunyo qarashi o'sha yerda shakllanib keldimi? Bo'ldi, endi tuzata olmaysiz. Bu bolani yo'qotdingiz. Biz tarbiyaga oid so'zlarni gapiryapmiz. Kishi farzandiga rozgo'ylikni xuddi Qur'on oyatlarini o'rgatgandek ehtimom bilan, e'tibor bilan, diqqat bilan o'rgatish kerak. Rozgo'ylikni xuddi Qur'onni o'rgatgandek o'rgatishlik kerak. Erikmaslik kerak. Ba'zida ana shu 3-midi, 2-mi sinfda o'qiydigan bolangizni qo'lida qalam ko'rib qolasiz, siz olib bermadingiz uni. Qayerdan olding buni desiz, o'rtog'im falonchi berib turdi deydi. Bo'ldi, xotirjamsiz. Yolg'on gapirmayaptimi-kin? Yarim kuningizni sarflab boring. O'sha falonchi o'rtog'ini chaqiring. Sen qalamni meni o'g'limga berdingmi? Yo'q. Agar bir marta borib turib, mana shu gapirgan gapi yolg'onligini tekshirib, bir marta chora ko'rib qo'yadigan bo'lsangiz, bola odatlanadi. Gapirgan gapiga javob berishi, qilgan ishiga javobgarlik borligini his qiladi-da, keyin olmaydi. Nima demadinglar? Ha, biz bo'ladi, qoldi nimalar yurmaydi? Telefonmidi, velosipedmidi, yana nima edi? Biz e'tibor qilmaymiz, akalar. Tarbiyaga oid so'zlardan yana ayrimlarini o'qiymiz. Mana hozir farzandlar qarindosh o'g'illariga bemehr bo'lib ketgan, tanimaydi qarindoshlarini degan gapni eshitib qolamiz. Kim shunaqa qildi? Ota-onalar o'zlari. Avvalgi davrlarda mana katta otalarimiz aytsa, birov to'y qilsa, akasi yoki singlisi oilasi bilan borib 1 kun, 2 kun yotib shu yerda to'y o'tkazilardi. Ko'rmagan qarindoshlarni ko'rardi, tanimaganlarni tanib olardi. Hozirchi odamlarda fe'li tor bo'lib ketganidan bolalar qo'yib kelinglar deydi. Hozirgi kelin oilalar. Bormi? Er indamay turaveradi. Uyda xotinda xo'jayin. Bolalar qo'yib kelinglar deydilar. Qarindoshlarni ziyofat o'zi bemalol o'tiraylik deydi. Endi qayoqdan bu bola qarindoshlarini tanisin? Qayoqdan ammasini bilsin, qayoqdan tog'asini farzandlarini tanisin? Ayb kimda? O'zi qarindosh urug'lar nimaga yig'ilish kerak edi? Nimaga yig'ilish kerak edi? Siylar rahmni tikkalashlik uchunmi? Shu qarindoshlarda davomi kim edi? Shu farzandlarmidi? Bolalar qo'yib kelinglar deydi. Bemalol o'tiraylik. Shuning uchun ota farzandini valimamidi, biror bir ilm majlisimida ora-churada yetalab olib borsin. Mana tog'ing, mana ammangni o'g'li bo'ladi, qarindoshing tanib olgan bolani deb tanitsin. Bu narsa yo'q. Bu narsa yo'qib ketgan. Farzandni boshqalarning oldida xorlab bo'lmaydi. Masxara qilib berasiz bolangizni birovlarning oldida. Urib beramiz, baqirib beramiz, so'kib beramiz. Mana shu narsa ko'nglini sindiradi bolalar. Har qancha ta'lim bo'lsa, har qancha tarbiya bo'lsa, har qancha kaltak bo'lsa, alohida. Hammani oldida emas. Agar bola yolg'onga odatlanayotgan bo'lsa, bir marta ogohlantiriladi, bir marta tanbeh beriladi, keyin bir chora, biror bir jazo qo'llashlik kerak bo'ladi. Chunki aytdik, yolg'onchilik ham boshqa odatlarga o'xshab yoshlikdan o'rganiladigan narsa. Yana tarbiyaga oid so'z ishlardan Ibn Sino shunday deydi, farzand tarbiyasida bola
maktabida odobi, odatlari chiroyli bo'lgan yaxshi bolalar bilan birga bo'lishligi kerak. Ulfating degan gap bor. Farzandingiz yaxshi odamlar duolari bilan, odobli, xulqli bolalar bilan birga bo'lsa, shu tarbiya ulamolar aytadi, farzand o'zidagi odatlarni 60% dan ko'prog'ini o'zini tengqurlardan yuqtiradi, qolgan qismini ota-onasidan yuqtiradi deydi. Tushunarlimi? Farzandingizda qanaqa bir odat bo'ladigan bo'lsa, buni 60% dan ko'prog'i o'zini tengqurlaridan bo'ladi. Undan ozrog'i ota-onasidan olinadi. Shuning uchun kim bilan ulfat bo'layotganiga qarashlik kerak bo'ladi. Bu zamonda birodarlar, otalarga, onalarga duch keladigan eng katta muammo va eng birinchi muammo farzand tarbiyasi. Biz farzand tarbiyasining ahamiyati haqida so'z yuritdik. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson, to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Parvardigorimiz dinimizni komil deyapti. Mukammal deyapti. Demak, bu din birodarlar hayotimizda bizga nima ko'rsatma kerak bo'lsa, hammasi bor. Farzand ham hayotimizning bir qismimi? Farzandlar siz bilan bizning hayotimizning bir qismimi? Demak, albatta bu haqida ham ko'rsatma bor. Qur'on oyatlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasida. Fasod yoyilgan bu zamonda birodarlar birinchi o'ringa chiqayotgan ish farzand tarbiyasi bo'lib qolyapti. Agar musulmonlar o'zlarining hayotida Allohning kitobini, payg'ambarimizning sunnatini tatbiq qilishganida hozirgi achinarli holatga tushib qolmagan bo'ladi musulmonlar. Otalar bir ikkinchisiga shikoyat qilib qoladi farzandidan. Bolasi ota xohlagandek bo'lmadi. Tarbiyasini buzadigan holatlar, fitnalar ko'payib ketdi. Atrof fasodga uchrab ketdi. Dunyo qarashini buzadigan hiylalar ko'payib ketdi. Hamma narsa gunoh ma'siyat qilishga chaqiradi. Shuning uchun biz bu zamonda, fasodga uchragan bu zamonda otalarga birinchi uchraydigan eng katta va eng muhim muammo bu farzandlarning tarbiyasi desak, biz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar mana shu ko'rsatmalar bilan ish tutilganida farzandlar otalarning ko'zini quvonchi bo'lar edi. Endi albatta hammani farzandlari betarbiya bo'lib ketdi deb aytmaymiz. Tarbiyasi bilan shug'ullangan, bir odobli, axloqli farzandlar ham bor. Lekin umumiy ahvolga qaraladigan bo'lsa, ahvol yaxshi emas. Ha, albatta ota-onasi solih bo'lib turib, farzandi noqobil bo'lganlar ham bor. Xos holatlar. Masalan, Nuh alayhissalom Allohning payg'ambari edi. O'g'illardan bittasi kofir bo'ldi. Xos holatlar bor. Ota-ona zo'r, lekin farzand noqobil. Lekin bu juda bir nodir holat, kam holat. Demak, eng ulug' amal farzandni iymon bilan tarbiya qilishlik. Odatda otalar 40 ga kirgandan keyin Robbilari bilan aloqalarini tuzatishga tushishadi. Boshqacha qilib aytsak, 40 ga kirganda eskiradi. Bu vaqtga kelib foiz ketib bo'lgan edi. Bolasini yoshi 20 yetib bo'ldi. Endi har qancha urinmasin, foiz ketdi. Vaqt o'tdi. Agar bu otalar islom manhajini bilganida, tushunganida, shu bilan o'zi yashab, farzandlarini shu bilan tarbiya qilganida, bu bolalar boshqacha bo'lar edi. Endi vaqt o'tdi, dindan uzoq yurdi, manhajdan tashqarida bo'ldi, dunyo topish bilan ovora bo'ldi, uy solish kerak, tom yopish kerak, mashina olish kerak, chek solish kerak deb yuraverdi, ko'chada qoldi, bolalar tarbiyasi qolib ketdi. Endi o'ylang, kishi ulg'ayganda, keksayganda shu farzandlari atrofida shunday jamlanib tursa, otasini dilini olishlikda og'ir gunohligini bilsa, otasini ko'nglini ko'tarishlik qanaqa ulug' ibodat ekanligini bilsa, har bitta og'izdan chiqqan gapni muhayyo qilishlikka shay tursa, hurmat qilsa, albatta bu oqsoqol dunyodagi eng baxtli oqsoqol bo'ladi. Birodarlar, farzandlarimizni tarbiyasiga sarflagan vaqtimiz,
kuchimiz, moli dunyomiz minglagan barobar ziyoda bo'lib qaytib keladi dunyoda o'zida ham. Shuning uchun farzand tarbiyasining mukofoti faqat oxiratga olib qo'yilgan emas. Farzandlarni chiroyli islom bilan tarbiya qilgan odamni mukofoti shu dunyoda ham beriladi. Yana shunaqa farzandlar ham bor. Ota-onasiga bir musibat, balo. Boyagi ko'chat singari shunday kattayib qolgan. G'ami yeyish, ichish, chiqib mehnat qilishlikka bir yuragini quvvat yetmaydi. Tayyor narsani tekinxo'r bo'lib yeydi. Yeganda ham to'g'rimi-to'g'ri yemaydi. Ona yo'qmi, mana yo'qmi deb turadi. So'qinday bo'lib qolib. Buni ham kim tarbiyaladi? Shu ota-ona tarbiyaladi. Kim shuna qilib tambal qilib qo'ydi uni? Shu ota-onami? Ota-onasiga qulluqqa muomala qiladi. Shu farzand shu ota-onani o'zini mehnatining samarasi. Kishini qiladigan eng ulug' amali farzandini islomiy tarbiya bilan tarbiya qilishligi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan barcha bir ma'ruzalarga amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va